Oldindan aytib qo'y, telefonda ekraniga e'tibor berish bo'lmasin. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bolalar, xullas, hamma kutgan videoni chiqaryapman. Hammanglar emas, endi ko'pchilik so'radi. Klaviaturani qanday qilib telefonga ulagansiz, qanday qilib Free Fire klaviaturada o'ynayapsiz telefonda deb. O'shanga video chiqaryapman, qaysi ilovani ishlataman, qanday qilib ishlataman, shuni ham o'rgatib o'taman. Qaranglar. Birinchi o'rinda Play Marketga kirib olamiz. Play Marketda GG Mouse Pro degani bor. O'qilganda GG Mouse deb o'qiladi. Mana shuni poyezd berib olamiz. Birinchi turgan ilova, mana shu ilova. Yuklab olamiz buni. Ilovani ham yuklab oldik. Telefon singaniga e'tibor bermaysizlar, boshqa telefon bu. O'ynaydigan telefon emas. Xo'sh. Bu yerda bizga ko'rsatiladigan narsa не активировано, невозможно играть с помощью мышь, клавиш, геймpada degan. Bunga hozircha tegmaymiz. Birinchi o'rinda требуется разрешение bor. O'sha ustiga bosib, birinchi o'rinda разрешение на наложение окон degan bu. O'shanga bosamiz. Ilovalar chiqadi, bu yerdan GG Mouse'ni topib olamiz. Topib kirganimizdan keyin bunga разрешить bosamiz. Keyin chiqib ketamiz. Ikkinchisi, разрешение на работу в фоновом режиме bor. Ustiga bosamiz. Mana bu yerda ekonom energiya, закрыть приложение 10 minut aktivatsiya degan. Короче, bu ограничение qo'yilishida bu. Ограничение qo'yish. Biz net ограничениeni bosamiz. Bosgandan keyin chiqib ketamiz. Готовani bosib, keyin aktivatsiyaga kiramiz. Aktivировать. Mana shu yerda 5 ta aktivatsiya chiqadi. 5 xil usulda ulash telefonni. Klaviaturagami yoki gamepadgami. Bizga беспроводная aktivatsiya kerak. Беспроводная aktivatsiya men USB da ulayman, переходникda ulayman, nimaga беспроводная aktivatsiya deydiganlar uchun. Mana shu беспроводная aktivatsiya o'sha переходник bilan ham o'tadi-da. Shunga беспроводная aktivatsiyani bos. Aktivatsiyaga kirgandan keyin bu yerda 5 tami nechtadir aktivatsiya nimasi chiqadi. Mana bunday qo'shish kerak bo'lgan narsalar. O'shani hammasini bittada ko'rsatib o'taman. Razraботчик rejimini qo'shishda hamma bilsa kerak, bilmaganlar yozasizlar, o'rgatib qo'yaman. Xo'sh. Razraботчик qo'shgandan keyin mana bu yerga kirib, открыть deb bosamiz bittasini. Hamma ishini bittada qilib chiqamiz hozir. Откладка по USB bor. Mana shuni qo'shamiz. Qo'shib turib, keyin откладка по Wi-Fi degan joy bor. Xo'sh, откладка Wi-Fi ga kirib oldik. Bu yerga kirib olgandan keyin подключить устройство с помощью кода degan joy bor. O'shani bosamiz. Mana pastda kod beradi sizga. O'sha kodni mana bu yerdan уведомление bilan SMS chiqib keladi. O'sha SMS ga yozib yuborasiz. O'shani yozib yuborgandan keyin mana bu GG Mouse Pro degan narsa chiqadi. Bunga tegmaysizlar, chiqib ketasizlar bu yerdan. Xo'sh, chiqib ketgandan keyin mana bu programmani o'ziga kirsanglar, mana bu yerda aktivatsiyalar, razрешениялар yo'q bo'ladi o'zidan o'zi. Keyin plusni bosasizlar. Plusni bosgandan keyin o'zingizlarga kerak любой bitta o'yinni tanlaysizlar. Men hozir Free Fire tanlayman, Free Fire kerak. Qo'shib olasizlar. Qo'shgandan keyin o'yinga kirib olasizlar. Ba'zilarda kirmay qoladi. Kirmagandan keyin mana bu yerdan qayta bosasizlar. Mana bunaqa mishga chiqish kerak, oq rang bo'lib. O'sha chiqib oladi. Keyin настройка qilmoqchi paytlaringiz
Men hozir nastroyga qilingan. O'shani boshqasiga o'tkazib olay. Xo'sh, nastroyga kirib olasizlar. Kirgandan keyin redaktorga kirasizlar birinchi o'rinda. Redaktorga kirib, mishkani 2 marta bossanglar, mana bunday nima chiqadi. Knopkani qo'yadigan. Bir marta yon tomonga surib olsanglar, prosmotr chiqadi. Bu ekranni buradi. Ekranda burilishi. Yana bir marta bosasizlar, masalan, mishkani chap tomonini bosdinglar, buni qo'yib olasizlar. Ko'pchilik otadiganga qo'yadi, pashti hamma. Yana bitta bosasizlar, bu yog'ini bosasizlar, buni ham qo'yib olasizlar. Mana shunaqa qilib, qo'lingizga moslab, to'g'rilab chiqasizlar. Keyin buni saqraniz qilib chiqib olasizlar. Mishkani kirgizib chiqazish bor. Uni ba'zilar bilmaydi, tushunmaydi umuman. Mishkani kirgizib chiqazishga mana bu o'rtadagi knopka bo'ladi, основной. Aylantiradigan knopka. Mana shuni bossanglar, mishka yo'q bo'ladi, keyin ekran burilish ko'taradi. Agar mana shuni yo'q qilmasdan o'ynamoqchi bo'lsanglar, bu befoyda, foydasi yo'q. O'shaning uchun mishkani kirgizib chiqarishga ham o'rganinglar. Hammaga rahmat, sizlar bilan sarik bo'ldi. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman.